Assalomu alaykum. So'zlamaydigandim, so'zligim kep qoldi qo'y yana. Temam Uyg'ur YouTube kanallarının ichidan tanqidlashga tegishli bo'lgan bir qism Uyg'ur YouTube kanallari deb shu to'g'risida bir so'zligim kep qoldi. Misollarni tilga ilib turib degandek. Meniki oldingi videolarimda ilib aytgandek, meniki bir odatim borda. Odatda YouTube'ga kirgandan keyin Uyg'ur degan ismni YouTube'ga kirgizib, shu kundagi, ya'ni masalan tanishgili bo'ladi emasmi? Masalan, o hozir to'rbatniki o'z tillam ko'rsatib turiblam so'zlab beray. Masalan, qarayli YouTube kirgandan keyin o'zimiz qiziqadigan temada shu kirib moyaga ismini kirgiziblam. Masalan, men Uyg'ur deb kirgizdim. Kirgizgandan keyin moyada tanishadigan bir yeri bor. Last hour. Shu bir soatning ichida yo'llangan Uyg'ur degan tema qo'shilgan ashunday videolarni today bugünkisi deb nim qilay. Masalan, bugungisini ochsak, oydan tanishsak, Uyg'ur degan ismni kirgizib, bugun deganni tillasak, biraqlamamiz chiqib ketib qoldi-ku. Bir yildan keyin yoqidiki. Masalan, 5 soatniki oldida Uyg'ur Beauty degan Uyg'ur YouTube kanalı mandaq naqsh usulan. Hozir qandaq desanglar, ish qilib g'arib allarining YouTube kanallarida hammasida Uyg'urning beshiga kelayotgan zulmni anlatadi. Uyg'ur YouTube kanallari bo'lsa naqsh musiqa. Ashundaq. Ama onunğa qarşı emas. Biz Uyg'ur xalqi shu san'at xumar, naqsh baxshini o'yladi qo'ygash bir ishlarimizni qilamiz. Vatan söygüsünü, vatan bo'lgan seg'inishni, shu vatandan chiqayotgan shu videolar orqali seg'inishimizni azroq bo'lsin basimiz. Men buningga qarshi emas. Lekin 7-oyning 5-kuni, ya'ni Uyg'ur qirg'inchiligi, G'ulji qirg'inchiligi, Baran inqilobi, Baran shu kunlardami her saatiga to'xtamay birdan naqsh yo'llab turadigan Uyg'ur YouTube kanallariga la'nat bo'lsin. Men kelar yili ya bundan keyin ham davomli ashundaq shu nimga chiqqan chaqda ashundaq bir alohida kunlarga udul kep qolgan chaqda men yana ishlayman. Men ismlarini tilga ilib turib ishlayman shu to'g'risida videolarni. Hey, bir odamningki uyida biroz o'lib qolsa, bu 2-3 o'tgandan nazarini berdi, 7 nazarini berdi, 40 kun bo'lgan chaqda 40 nazarini berdi, 1 yil bo'lgan chaqda yil nazarini berdi, shundaq. Bizning butkul Uyg'ur bir millatning beshiga shundaq qirg'inchilik bo'lgan, qonliq bostirilgan kunda, 7-oyning 5-kunida shu kundagi YouTube kanallariniki videolarini izlasanglar, boy deganimdek hamma kanallarda, g'arb allarniki kanallarida Uyg'urning beshiga kelayotgan zulmni anlatsa, bizningki ba'zi bir qism Uyg'ur YouTube kanallari shu bir kunning ichida soatiga birdan to'xtamay naqsha usul saz. Hey, bir kun bo'lsimi chidayli, bir kun bo'lsimi g'ayrat qilayli. Dunyo qurultiyining xabarlarida, yana boshqa xabarlarda to'xtamay shundoq har qaysi media kanallarda tashviq qilindi. 7-oyning 5-kuni shu 5 topolmay qoldim, ochig'im kelgan chog'da o'zim gaplarim mashina qo'llashmay qoldi ekan. Qonliq bostirgan kunni xotirlaymiz degan har qaysi tashviqot nimalarida shu kunda bir naqsh musiqalarni qo'yayli, to'y tugunni qo'yayli, yig'ilish o'tirish so'rinlarda bir unda naqsh musiqani qo'yib bir tabrik nima deymiz. Shu YouTube kanallari sizlarning ota-onalarningki o'lib ketgan kunida shu uyinglarning atrofiga berib bir kim dumboq chaqsa, nag'ri chalsa, sizlar qanday qo'ylaysiz? Bir kimlar kulkilar bilan ish qilib, men hech bir tushunmadim. Men Uyg'ur YouTube kanallari jixlab texmi ko'paysin degan tashviqotni qilib kelgan odamman bir. Bundan boshqa qo'sh qilib men o'zimningki bir YouTube kanali bo'lish nimasi bilan endi jiqroq Uyg'ur YouTube kanallari bo'lsin, kanaldan video ishlab yurib, shundan qimmat yaratqili bo'ladi, kirim qilg'ili bo'ladi, pul topqili bo'ladi deb ashundaq videolarni ishladim. Haqiqatan shundoq, lekin avnunda 7-oyning 5-kuni qonliq bostirilgan bir kunda siz tinish bir başka iş qilmasangizmi, bir jim turib bir matmangizni bildirmiz, bu naqshi bir kun yo'lamasangiz bo'lmamdi ekan. Ko'p bo'lsa $1, $2 topasiz.
Nakşiboşdan bəkçik anlap gəlsə bir köp bolsun bir $10 tapasız bir günün içində. Şunundan vaz keçip bir cimri tutursunuz deyim boldu. Şu günlük iş qilib mən toxtamay neçə qıtım aşu gündeki Uyğur degənni kirgizib asam şu qaytadan köstay Uyğur degan xatni YouTube kanalının içi kirgizgandan keyin asam üstüdeki mavuştal belgini filtrini bassanlar bir haftanın içindekini görəylik. Uyğur peşideki zulümni anlatkan kanallardan, Uyghur kanallardan sanaqlıqlam, Garip ellerindeki kanalları bütünlay. Mesela tünegülen bir çıkıptı CBC xabarındaki Uyghur'un iş qilib, onundaki naqşı bakışlar bak çık. Bugünkini görəylik. Today bugünkini azaqmı? Naqşılar bak çık. Garip ellerindeki kanallarda mesela xabarlarındaki de iş qilib Uyghur degenki sözünü kirgizsek, Hali köp çıkıdı. Uyghur kanalları bolsa, o mayada bir siteha Uyghur food is the Chinese food deb yazıptı. 20 sekundlukken. Uyghur taamları degen Xitay taamları emas. Uyghur taam degen Uyghurninki, Xitayninki degen Xitayninki ayrım-ayrım bolgan tursa, muşundaqlarga kirib ancha-muncha xat yazıp qo'ymay, sen ko'rib baqaylama. We ended our New York food tour at Caravan Uyghur Cuisine. This spot is known for serving up halal Uyghur food. We started off with the chicken kebab, and let me tell you, this chicken was flavored superbly. And on top of that, it was juicy. We ended our meal with the stir-fry noodles, and they were magnificent. Perfect way to end a wonderful night in New York City. Make sure you follow me for more to see where else I go. And until next time, munch on. Qısqa şu karvan tamaqxanasıga beripti. Qısqa bir videoni ishlatdi. Qolgan ish qilib Uyg'ur kanallari boshqachalarda ishlasin mayli. Erkin Asiya radiosiniki bu zulm to'g'risida mayda ishlagan xabar kanallari ashundoq, hamda shaxsaniki Uyg'ur YouTube kanallari bo'lsa shu naqshi usulsiz pek ko'p. Bo'pti, yo'langlar. Ammo lekin ata-onalarniki yil nazarsini bergan chog'da bir kim o'yinglarniki oldiga berib taqidum baxchalsin, qanaq bo'lsa lekin. Ashundoq o'ylab baqayli demoqchi. Men bu qitimki programmamda hozircha mushunchalik so'zlab qo'yay. Navoda kerak, yana buningdan keyin yana shundoq faoliyatlarimiz bo'lgan chog'da shu Uyg'ur YouTube kanallari men ba'zilarini bilmam o'shalarniki Turkiyada o'ziniki xizmatini tashib o'sha butun kunlik shu ish bilan shug'ullanadigan, ya'ni YouTubechilik bilan shug'ullanadigan bo'lib shu YouTube'ga e'lon qo'yib kirim qilib bo'ladi degan tashviq qilgandan keyin shu 2-3 yildan keyin e'lon chiqadigan kanallar xil ko'payib qoldi. Shu bir necha kanallarniki egalariniki kim ekanligini tatib o'tirg'i chiqib, shu bir kun bo'lsin bir tinch yuringlar. Bir naqshi qo'ymay bir bundaq bir zulmni ifodalaydigan shu bir kun bo'lsinmi bir motamimizni bildiraylik deb Uyg'ur YouTube kanallarini shundoq tanqidlab chiqmoqchi edim. O'zinglar qiziqadigan temalar bo'lsin YouTube'ga kirgizib, shundoq 24 soatning ichidagi bir haftaning ichida yangi yo'llangan shu temasida shu so'zlik bo'lgan nimalarni qilib beqinglarsizlar. Kelar qatam yana har yilda shu ota cho'nglarning o'lib ketgan yil nazarsini berganga o'xshash shundoq deblam tushunsak bo'ladi. Baş qirg'inchilik bo'lgan kunlarda, bir millat qonliq bostirilgan kunlarda, shu kunlarda, shehid bo'lgan kunlarda siz naqsh muzikani oz qo'ying YouTube'ga. Qo'ymang bir kun qo'ymay turing. Qaynab qoldim-ku. Bugungi videom shunchalik emas. Keyingi videoda ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Keyingi temamni deb beraymi, oldin ola deb qo'ysam. Keyingi qitimliq programmamning temasi To'rda Xitoylarning hujumiy huzur, Uyg'urlarning hujumiy zahar. Bo'ldan sakkiz qatimliq videoda ko'rishaylik. Ma videoga bormoq belgisi bosishni unutmang. Abone bo'lgan bo'lsangiz qo'ng'iroqni chip qo'ying. Abone bo'ling. Rahmat.